Assalomu alaykum azizlar. Biz sizlar uchun tabiiy toza zamzamli nonlarimizning qanday paydo bo'lishi jarayoni haqida, ya'ni bug'doy ekilishi, unib chiqishidan boshlab to u tandirda non bo'lgungacha bo'lgan jarayonni aks ettiruvchi bir asar yaratishni niyat qilib qo'yganmiz. Hamkorimiz, Nuroboddagi hamkorimiz Otabek hoji og'a bilan birgalikda. Bugun ana shu asarimizning ilk sahifalari tasvirga olindi. Ya'ni Sobirsoy xo'jaligining lalmi ekin dalalarida boshlangan kuzgi tayyorgarlik ishlari haqida e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Mana shudgor ishlari boshlandi. Ila traktor ketib boryapti. Changib kuzgi shudgor ishlari mana shunga yaqin bo'lyapti. Mana bu park qilingan yerimizda barana ishi. Bu yerda bitta traktorimiz ishlayapti. Shu barana qilib bunday tekislanadi. Kesaklari ham tekis bo'ladi, yer ham tekis bo'ladi. Endi bundan siyilga yuradi xolos. Mana tekislanmagan joyi mana bunday bo'ladi. Barana qilingani mana bunday tekis bo'ladi. Mana tugagan joydan kuzgi shudgor ishlarimizni boshladik. Hali changyapti. Qarasa bu yerga endi ekiladi. Bular yaylab qo'yiladi ancha. Yomg'ir kamligi uchun rodasi bilan ancha yoylalarimiz sayoz, ya'ni to'lani kam. Mayli bu ham yaxshilikka inshaalloh. Duo qilib turasizlar, baraka bersin. Shudgor ishlari boshlandi. Bugun 5-oktyabr, ertadan keyin qilamiz ekishlarni boshlaymiz. Ayla traktor kelyapti. Barana qilib kelyapti traktor. Bitta magnum bu yerda barana qilyapti. Bitta magnum bu yerda shudgor qilyapti. Changib shudgor ketyapti. Chang chiqayotgan joyda magnum. Mana shudgor texnikamizni oldiga keldik. Mana korpus oldida. Shudgor yomon emas. Shunday kuzgi shudgor bo'ladi. Bundan barana bo'ladi. Lalimi dehqonchilikda bo'lish, ekilish jarayonini qanday yer haydalishi, qanday barana bo'lishi, qanday ekilishi ko'rsatamiz. Shundan zamzam non tayyor bo'ladi inshaalloh.